Assalomu alaykum Saroy bozor kanali obunachilari. Mana bugun biz Avazbek ukamizning mol fermalariga kelganmiz va bu yerda Avazbekdan hozir olib kelgan mollari bilan tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa narxlari, yosh oyliklari, bo'ylari bilan. Xudo xolasa narxlar bomba bo'ladi. Bu yerda mollarning bombalari kelgan. Simetal gibrid, xudo xolasa. Shvedlar, вообще cho'tkilari kelgan. Molni o'sha ko'rganda mengachi deydiganlari kelganda, aka-ukalar, xudo xolasa mollar yaxshi, zo'r mollar, shved. Avazbek mana bu Mickey Mouse'mi? Aha. Aka-ukalar ko'ryapsizlar, oyoqlari вообще cho'tki kelishgan. Mickey Mouse'lar endi shunday bo'lar ekanda. Assalomu alaykum. Avazbek, assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz joyidami? Olib kelib oldingizmi? Qiynalmasdan ro'zalar bilan. Layikni gumilatiringlar, aka-ukalar. Xudo xolasa. Badani вообще tulashga o'tib, yaltirashga o'tgan. Ne ko'rsating? Mol kallalari, hali kurak yormagan. Kurak yormagan, toza shved ekanda, ha? Yaxshi mol aka. Yaxshi mol. Oq tumshuq shved, oq quloq shved ekanda. Tuyoqlar ham yegan, istagan tuyoq. Molni korpusi ham bor ekanda, uzunligi ham bor ekanda. Choy chiroyli qilib boqsa, 27mi? 25 ga olishaveradi aka. 125 ga olishaveradi, ha? Narx qancha endi Avazbek buni? Aka qulay aka buni. 18 million 600 ming yetkazib beraman aka. 18 million 600 mingga vodiy bo'ylab dastavkasi. Kilaga ham endi bilmayman, yaxshi mol-da. Yaxshi zo'r ekan, ha? Mana aka mana 120 plus. Badani pastroq. Badani pastroq, ha? Lekin bu ham oyoq qo'li uzun yaxshi mollar ikkalasi. Va bu shvedlarda to'ni bo'lakcha bo'ladi, Avazbek. Yaltiroq, chiroyli bo'ladi. Chiroyli bo'ladi, ha? Shvedlar bo'lakchada. Shvedlarda to'ni bo'lakcha, inegitin mana bu tepasidagi bitta chizig'i cho'tki turadi. Baribir shvedda. Aka-ukalar biladi, begavat qilmaydi, ya'ni qora shved bo'ladi agar tushungan odam. Ha. Qora emasda, mana bu qora gibrid. Qora. Bu o'zi biladigan odam biladi. O'zi to'ni ham aytib turadi-ku, shvedlarda to'ni вообще bo'lakcha bo'ladi. Qora shveddan agar tushungan aka-ukalar bo'lsa, qora shveddan. kommentariyga yozib qo'yishuradi qanaqa. Menga mashmallarning yoqdi, oyoq qo'li nihoyatda uzun ekanda. 122. 120 ga olishaveradi aka. 120 ga olishaveradi. Rosa o'sishga kelibdi bor. Ozgina mehr talab yemni tiqsa, xudo xolasa Bilak cho'p qoladi. Bozorda buzadigan mol bo'ladi-da. Bozor narxini buzibdi deydi-yu. Tushdi deydi. 118 aka. 118 dan ikkita. 300 ni bitta aytib beramiz. 300 narxini bitta aytamizmi? Asli bir-biridan qolishmaydi. Narx tomonlama 120 chiqyapti. 120 chiqyapti. 18 ga olishaveradi. 118 ga olishaveradi. 122 120 118 118 plus ga olishaveradi uchalasini. Uchalasini. Ayni mana 122 chiqyapti endi. O'xshab qo'yishdi. Lekin narx o'ta qulay. Narxi qancha deysiz endi bu uchalasini? 17 milliondan 17 milliondan dastavkasi vodiy bo'ylab xudo xolasa Toshkentgacha qilib berasiz. Uchalasini. Toshkentga aytilgan narx yetkazib beriladi, o'tib berilmaydi. Ha, aytilgan narxda o'tib berilmaysiz. Aha. Yaxshi, zo'r narx oldi. 300 ming so'm plus. Tanlab olishga 300 ming so'm plus egalasiga yuradi, plus ha. Yuradi. Buni ham aytib bo'lganda egalasining narxini buzib qo'yardi, bor-a. Buzardi endi. Ozgina mehr talab ekan, lekin shuni aka-ukalar kimki og'idek bo'lsa 1 yil boqib, mana shu kommentga yozib qo'yasizlar, mana shu nech pul bo'lganini, xudo xolasa. Shvedimiz bor ekan. Shved. Oqtim shu bo'yi qancha ekan bu shvedda? Birinchi bo'yini chiqadi. O'lchamasdan. O'lchamasdan 1.18 bo'lsin. Rovnaga. Uzursiz ekan. Aytib qo'yibmanmi? Yo'q, 1 sant. 1 sant odashibman. Rovna. Rovna. Ha.
1.17. 8 yurganamizda ko'rcha Sekin, ha, ko'rchamalar. Bunday ko'rib, ha, bo'ylari 1.15 atrofida deganda 1.15 atrofida deb sekin ketilaveradi. O'lchab yurmasdan, xudo xolasa. Yaxshi uzun bo'ldi, kuchli. Ondan qolishmaydi asli. Tuyoqlar ham istagan tuyoq. Yangiroq beramiz. Narx qulayroq bo'lgan. Endi xudo xolasa obunachilarga yaxshi narxda yetkazib berishga harakat qilamiz. Ha, o'sha malaka Aka ukalar ko'ringlar. Qimmatlash maqsad emas. Bu ham o'sha oq tumshuq, oq quloq, mana shvet palasalari bor. Shvetni mana shu palasasi juda bo'lacha ochib turadi-da, shvet mol. Nech pul endi Avazbek? Ya buni 16 million yetkazib beramiz. 16 millionga vodiy bo'ylab yetkazib beriladi. Tashkentga so'rab qolsa-chi? Shuni so'rasam o'sha aytilgan narxga Aytilgan narxda, a? Savdo sunnat aka ukalar. Aytilgan narx o'zicha qolmaydi, xudo xolasa. Savdosini qo'llaroslar telefon qilib. 15, 16 chiqyapti. Biri 15, biri 16 chiqyapti. Allah cho'nlik postlarni 2 mos. Cho'nib yostiramdan. chiqdi. Ha, shu 2 mol oldi. Orqa boshlarni ko'rsataychi. Uzunliklari ham. Kipriklari ham kelishgan ekan. Gigant mol, Alloh xolos katta bo'lsa, moling bormisa bor deydigan mol. Bolang bormi? Siz og'ilda turibdi, kerak bo'lsa ko'rib ol deydigan. Mana. Ikkalasini bir joyga yengil aytamiz aka. Egalasini bir joyga Mickey Mouse bilan cho'nib yostira. Oldim deydi qilib aytaymi? Oldim deydigan qilib aytingchi. 30 million ozgina xayri ham bor aka. 30 millionga ozgina xayri bor. 15 milliondan kami bor. 15 milliondan kami bor deyaptilar. Xudo xolasa aka ukalar savdo sunnat. Telefon qilib nomerlariga aka 29 yarim berishsin. 29,5 berishsin. 29 ga ozgina shattir. Xudo xolasa aka ukalar 29 ga ozgina yursalaring, mana shu ikkalasini chiroyli qilib yetkazib beradilar Avazbek. Xudo xolasa mollar chotki arziydigan mollar. Avazbek Shuni stopi bormi? Endi qilinglar, yeyishlarni ko'rsatib qo'yasiz aka. aka ukalar mollarimizni yeb ishlarini ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa quruq somon deyapti. Bularni yemga tashlab qolsangiz вообще quruq somon deyapti aka ukalar. Aka ukalar videomizga yakun yasaymiz. Xudo xolasa kanalda podpiska, like bosing. Xudo xolasa kanalda bardavom bo'ling. Kelaverasizlar, Xudo xolasa, o'sha manzil Saroy, Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i, arzonchilar qishlog'i, optimchilar qishlog'idan qo'ymaydi, kelaverasizlar. mol tugab qolmaydi. Xudo xolasa haftaning 7 kunida kelaverasizlar. Telefonlari 24 soat onlayn bo'ladi. Aka ukalar kanalda bardavom bo'ling. Aka ukalar podpiskaga gap yo'q, Xudoga shukr, bomba bo'lyapti, lekin like bilan ozgina padishka qilib borasizlar aka ukalar. Hammalaringga kattakon rahmat. Kanalda bardavom bo'ling akalar.